Bekobodlik Kamoliddin Xolbo'tayev kompaniyaning reklama e'lonini ko'rib borgani va $21,000 to'lov qilib, lekin hamon bevatan bo'lib yurganini aytadi. Uy topdim, 2 xonali, yangi chiqqan Novostroykaga uy ko'rdim. Uy ko'rganimdan keyin uyda narxi $48,000 edi. Uyda $48,000 bo'lgan, pulim yetmagani uchun kredit house-dan dedi foydalanasiz deb uyda egasi taklif berdi. Uyda egasi taklif berganidan keyin bu shaqa borasiz, to'lovni qilasiz dedi. 15-20 kunda dedi meni shotimga pul tushirib beradi dedi. Men ularga ishonaman. Men ular bilan dedi bitta sotib yurganman, pulimni olaman. Olganman shu paytgacha. Men aytgan joyga borasiz, to'lov qilasiz dedi. Yana dedi kredit house-ga borasiz dedi, to'lov qilasiz dedi. Bo'pti dedimda, shaqa borib to'lov qildim. $21,000 to'lov qildimda, oradan 15-20 kun vaqt o'tib, keyin uyda egasi telefon qilyapti, birlamchilarni quruvchiga shotiga pul tushirib bermabdi, quruvchining shotiga pul tushirib bermaganga ish tergovga oshib ketdi deyapti uyda egasi. Endi deyapti, sen uydan chiqib ketasan deyapti. Nimaga sen o'zing taklif qilgan, sen nimaga yana chiqarib yuboryapsan dedimki, uydan chiqarib yubordim. Hozirda ko'chada 1 yildan beri bevatan bo'lib, bepropiska bo'lib yashab yuribmiz. Prokuratura deysizmi, MVD deysizmi, portal deysizmi, bormagan joyimiz qolmadi.